Qani starapillar necha puldan olyapti? 59 mingdan olganmiz 5 metrli starapillar. Aha. Mana shu starapildan oldida yorib berishdi. Reka mana ko'ryapsizlar do'stlar. Bunaqasi adashmasam 5 ga 4 shekilli yo 6 ga 4 mi? 6 ga 4 ekan. Yalnız 6 ming so'mdan tushdi metri. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari. Uy qurdirib tom qilaman. Menga tom ustalari kerak degan akalarimiz bor edi. Xudo xolasa shularga chiroyli qilib mana obzor qilamiz. Ustakalarimiz ishlari yoqsa, o'zingizlar baho berib kommentariyalarda inshaalloh bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Chiroyli qilib tomlarni qilib berishadi inshaalloh. Hozir bu tomimiz, bu obyektimiz ikki tomonlama, ya'ni ikki tomonlama yopiladi. Bu tarafiga 4 shipper, bu tarafiga chap tomoniga 4 shipper. Общий 8 shipperni tashkil qilyapti. Obyekt o'ta ham katta. Eniga 9,5 metr. Uzunligiga do'stlar 27 metrni tashkil qilyapti. Hozir ustakamiz bir qator chaqiramiz. Narxi necha pul bo'lyapti, necha puldan shipper qoqilyapti, qanaqa tomlarni yopa oladi, shular haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Do'stlar, bo'lmasam biz videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin bizning kanalga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Qani, ketdik. Xo'p, bir qator bu obyektni sizlarga obzorini chiroyli qilib ustakamiz bilan qilib beramiz. Ustakamiz ismlari Alisherbek aka. Alisherbek aka, o'rmang endi. Salomatmi? Charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Rahmat aka. Hozir mana obyektda xudo xolasa tom ishlarini so'ragan akalarimiz bor edi. Ishlaringizni chiroyli qilib bir qator tushuntirib yoritib bersak. Xo'p, bu obyektimizni eniga 9,5 metr, uzunligi 27 metrni tashkil qilyapti. Xo'p, endi bu tomimizga nechta starapil ketyapti hozir? Tomimizga aka 5 metrli starapildan 80 ta ketyapti. Aha. Ulog'i bor mana 2,5 metrli. Undan hozir Xo'p, 5 metrlikdan 80 ta. 2,5 metrlikdan ham 80 ta ketyapti. Keyin mana o'rtasiga manaqasiga 1,70 ga tushgan. Aha, har biriga berilibdi. Mana pastdan hozir syomka qilamiz. Hop. Mana tom o'ta ham katta. Bir-biriga upo berib qo'yganmiz. Mana har bitta starapilga regel qilib quvvatini oshirish uchun berilyapti. Undan ham 39 ta ketyapti. 39 ta ketyapti. Shunda 5 metr u 2 metr, 7 metr starapil. Bir tarafi. Shunday bo'lyaptimi? 630 bo'ladi ulog'i. Endi ulog'ida bir-biriga O'tib ketadi-deng. Bo'ldi. 630 tashkil qilyapti. Xo'p, o'ng tarafimiz 4 qator ekan, chap tomonimiz ham 4 qator. Ikki tomonlama tom yopilyapti ekan. Do'stlar, obyektni ko'ryapsizlar. O'ta katta darajada. Ko'cha tarafga 70 sm chiqqan shapka. Ko'cha tarafga 70 sm shapka chiqqan. Uyning ichiga 1,20 chiqqan. Tushunarli. Mana ko'ryapsizlar. Obyektni. Mana tayyor burib qo'yapmiz sizga. Keyin qo'shib yorsa ham bo'laveradi. Ha, keyingi mana eski uyning tomini-deng. Ha, bu tom ko'tariladi-da keyin. Aha. Bu tom ko'tariladi. Buni tayyor bunday burib qo'yapmiz. Aha. Keyin qo'q tomni ko'tarsa, mana tomaga tegmaydi-da, shunday ulab ketaveradi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, endi hozir rekalarimiz ham xudo xolasa baquvvat bo'lgan 6 ga 4 lik rekalar. Xo'p, starapil, rekalar narx-navolari xabardormisizlar yoki yo'qmi? 5 metrli starapil 9 mingdan. 23 mingdanmikin oldik agar adashmaganmiz. Bu terak-a? Ha, bular hammasi terak. Terak. Mirza terak? Mirza terak. Mirza terak. Mirza terakdan foydalan. Sifatini buzib qo'yadi. Aha. Mana shu starapildan oldida yorib berishdi. Reka mana ko'ryapsizlar do'stlar. Bunaqasi adashmasam 5 ga 4 shekilli yo 6 ga 4 mi? 6 ga 4 ekan. Katta rekalardan. Tom katta bo'lgani uchun baquvvat tarzda qilinyapti. Rekalar ham mana baquvvat. Rigillarda, ustunlari mana har biriga mana havon berib, mana qilib qo'shimcha berib qo'yilyapti. Sababi yer qimirlaydi, boshqa bo'ladi. Ular ushlab turish uchun. Xo'p. Endi shu obyektimizga, obyekt katta bo'lgani uchun shipperlar necha puldan necha pulgadir qoqilyapti? Shipper bu obyektimizga 50 mingdan kelishganmiz. Aha. Bu obyektimizga. Mana shu turgan joyimizda eski tomi bor edi. Buni ochish ham ichida bo'lib ketganda. Bu tarafi gazobloydan solingan, ya'ni noldan chiqdi. Noldan chiqdi. Bu yerda to'sindan boshlanadi. To'sindan boshlanadi. Ha, tushunarli. Ular srazi tarnovlarni ham birato'la qo'yib ketyapmiz. Tarnovlar ham bo'lyapti. Keyin shipperlar ochilib, sinib yurmaydi-da.
Bu bir yo'la qilib ketilyapti. Ha, to'la O'zi baquvvat. bo'yi baland bo'lgani uchun navi haligi To'la baquvvat bo'ladi mashina. Imkoniyat bo'lsa birdaniga qilib ketgan yaxshida shifrdan oldi. to'g'ri. Obyekt baland bo'lsa qanaqa tikish kerak-ku? Ha. Nima deb berdi? Lesa tikish kerak. Lesa tikish kerak. Lesa tikmasa qilsa ham bo'ladimi? Shifrni surish kerak. Shifr maqana sug'urganda qoqqanda yana yollaydi-da. Ish ko'payadi. Ha. Ya'ni Tushunarlik. Hozir ikki tomonlama tomdan tashqari, ha? Boshqacha tomlar ham, misol gullik, figurali tom. korobkalik, shunaqa tomlar ham qilaverasizlarmi? Unaqa tomlarni ham qilamiz-da. Misol yo men shipr emas, metal cherepitsa yoki bo'lmasam proflisdan qildiraman tomni deydigan akalarimizgachi. Qilaveramiz. Unaqa ishlar ham bo'laveradi. Unaqa ishlar ham qilamiz. Xo'p, akalar, yaxshi tomoninglar. Xo'p. Do'stlar, mana xudo xolasa aloqaga chiqib, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Misol obyektingizdan, uyingizdan kelib chiqib, yo men cherepitsa yo proflisdan qildiraman deydiganlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaveradi. Xudo xolasa ishlarini rasmlari bor, oxirida qoldiramiz inshaalloh. Tom ishlarini. Xohlasanglar, tomdan tashqari nima ishlar qilaveramiz yana? Abshir aka. Tomdan tashqari patolog, pol, Ha, pol, patolog, boshqa narsalar ham qilamiz. Yog'ochdan xohlasa qanaqa ishlar bo'lsa qilaveramizda. xudo xolasa. Ha, O pol, faqat patolog. Anaqa oldinroq aytib qo'yish kerak-da. Bir chertga yozib qanaqa qilamizda. Bo'ldi, bo'ldi. Ishlar Demak, rejadan oldin, ha? Aytib, ogohlantirib bo'ldi. Ogohlantirib qo'yish kerak. Chunki qolgan zakazlarimiz ham bor-da. Bo'ldi. Xudo xolasa do'stlar, mana sizlarga ozgina bo'lsa ham qisqacha ma'lumot berishga harakat qildik. Xato kamchiliklar bo'lsa, sizda qanaqadir bir savollar bo'lsa, izohlarda, kommentariyada yozib qoldirsanglar, biz xudo xolasa keragicha javob berishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan ko'tarmang. Sifatini buzib qo'yadi.